119 mingga 2 kishilik kahvaltı, to'g'risi buni men 4 kishilik deb o'yladim. Bugungi lokatsiyamiz Alachati Izmir kafesi. Bu joyga kelib o'zinglarni xuddi Izmirga borgandek his qilib o'rgansizlar. To'g'risi juda ham shina. Bu joyda detokslarga jon bor ekan. Rahmat. Ichib ko'rib baho beramiz. Bismillah. Mazali juda ham. Chem boshqa zararli ichimliklardan detoks tavsiya qilaman. Bu joyda nafaqat turk taomlarini, balki turk shirinliklarini ham topishingiz mumkin. Kimga qanaqa bilmadim, menga lekin juda ham sachdava yoqadi. Etli sachdava, ya'ni go'shtli sachdavadan buyurtma qildik. Perfect. Eng asosiy fishkasi esa turk kahvaltisi, ya'ni nonushta ekan. Bor yo'g'i kishi boshiga 59.500 so'mdan aylanar ekan. Undan tashqari bu joyda siz o'zingizga yoqqan boshqa turk taomlari va salatlarni ham buyurtma qilishingiz mumkin. Yandex adres va profillarni qoldiraman. Yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang.